25-mayda nimalar bo'ladi? Bugun juda ham ko'p qizlar xotincha xunuk makiyaj qilib kelishadi. Qop-qora junli oyog'iga oppoq apron kiyib keladiganlari ham topiladi. Bola qattandir kaptar ko'tarib kelishadi. Maktab bilan xayrlashib qo'l silkiymiz. Mana bola qo'l silkib xayrlashmasa ham bo'rardi, hidiga ko'nglim aynib ketdi. Bugun qizlar hayotidagi eng xunuk raqsga tushishadi. Bolla yemagan hazillar qilishadi. O'li agar 11 yildan beri bu hazillarga tushunmay yuribman. Keyin mahallani eng g'iybatchi xotinlari kelishadi. Bilasizlarmi nimaga kelishadi? Shokilakan qizini ham yording, valsda belidan ushapti. Belidan ushadi. Endi kelin qilmaymiz. Vals tushganlarni yozib olgani. Bugun itga ham, bitga ham faxriy yorliq beriladi. Shodiyori 11 yil o'qib birinchi olgan faxriy yorlig'i shu. O'qituvchilar 25-mayda hech qayerga bormasligimiz haqida tilxat yozdirib olishadi, lekin hamma boradi. Bugun bolalar maktabni bitirganiga xursand. Qizlar bo'lsa doimgidek yig'laydi. Hamma yo'qolib ketish yo'q, xabar olib turamiz, oqibatni yo'qotmaymiz deb va'da beradi. Lekin foydasi yo'q. Bularning ota-onasi ham, ota-onasining ota-onasi ham va'da berib yo'q bo'lib ketgan. Bugun hamma bir-biri bilan xayrlashadi, chunki bugun oxirgi kun. Lekin ertaga ona tilidan imtihonda hammamiz ko'rishamiz. Hali yana 10 ta fandan imtihon topshirgani kelganda ko'rishimiz kerak. Oxirgi kunmish. Sinfdoshim, qayerda bo'lsang ham mana shu qora ko'zlarni unutvorma.